Bu video davomida men sizlarga Telegram botimiz yordamida rasmlarni promptga aylantirishni ko'rsataman. Buning uchun biz rasmni promptga aylantirish funksiyasiga kiramiz va funksiya haqida ma'lumot olishimiz mumkin. Bu funksiyadan foydalanish narxi 2 ball turadi. Agar biz hisobimizda yetarlicha ball bo'ladigan bo'lsa, bu funksiyadan bemalol foydalanishimiz mumkin. Bu funksiya bizga qachon kerak bo'ladi? Bu funksiya biz fotosessiya qilayotganimizda juda ham qo'l keladi. Men sizlarga hozir amalda ko'rsataman, o'zingizlar tushunib olasizlar. Demak, mana bu rasmni men Pinterestdan topdim. Pinterestda topgan bu rasmda xuddi shu obrazda, xuddi shu stilda men fotosessiya qilmoqchiman. Shuning uchun men nima qilishim mumkin? Bu rasmni tanlab, agar men bu funksiyamga yuboradigan bo'lsam, bu funksiya xuddi shu rasmda tasvirlab menga prompt yozib beradi. Keyin mana shu promptni olib, men fotosessiyaga qo'yadigan bo'lsam, fotosessiya funksiyasiga qo'yadigan bo'lsam, xuddi shunday obrazda, xuddi shunday kiyimlarda, demak, menda rasm hosil bo'ladi. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bu rasmga asosan menga prompt yozib berdi. Juda ham detalniy qilib, zo'r qilib yozib berdi. Agar men bunga bitta bosadigan bo'lsam, avtomatik kopiya bo'ladi. Endi men bu promptni ishlatishim uchun, fotosessiyamda ishlatishim uchun fotosessiya funksiyasiga boraman va prompt kiritish tugmasini bosib va pastda xuddi shu prompt kiritadigan bo'lsam, shunday stilda menga rasm yasab beradi. Mana endi biz bilib oldik, fotosessiyalarimiz uchun, mahsulotlarimizni rasmlar uchun o'zimizga qiziq bo'lgan obrazlarda rasmlarni Pinterestdan topib, mana shu topgan rasmimizni rasmda promptga aylantirish funksiyasiga qo'yadigan bo'lsak, bizga tayyor qilib ana shu obrazda ana shu rasmni tasvirlab prompt yozib beradi. Bu promptni keyin bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi.